هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şura tefsiri 36. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şura suresi 36. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Dünyanın nimetlerinden sizlerge berilgen her qandaq narsa dünya terikçiligida foydalanadigan narsalardir. İman etgan, Rabbiga tavakkul qiladigan kishilarga gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanguchilarga, darg'azab bo'lganlarida kechira oladiganlarga, Rabbining da'vatiga ovoz qo'sha oladiganlarga, namozni ta'dil arkan bilan o'talaydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qiladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiq qiladiganlarga, uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi baqidir. Alloh taolaning dargohidagi noz va ne'matlarga loyiq bo'ladigan kishilarning sifatlari to'g'risida. Allah Teala'nın dünya terikçilikinin ve onun zinnetlerinin tolumu erzimez narsa ekanligini, dünyanın gül çiçekleri ve nazı nimetlerinin tugab ketadiganligini bu ayeti ifodalaydi. Dünyanın nimetlerinden sizlarga berilgan har qandaq narsa dünya terikçiligida foydalanadigan narsalardir. Yani qanchalik mal dunyoga erishganliginglardan va to'plaganliklaringlardan qat'i nazar uning bilan mag'rurlanib ketmanglar. U faqat dunyo terikchiligida foydalanadigan narsalardan iboratdir xolos. Bu dunyo arzimas, cho'qim tugab yo'qoladigan bir dunyodir. Allah'ın huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi baqidir. Yani Allah Teala'nın savabı dünyadan yaxshidir. U mangu baqidir. Fani dünyada baqi dünyanın aldığı koymayın. Fani dünyani baqi dünyanın aldığı koymanglar. Allah Teala'nın huzuridagi bu kat savab ve mangulik hayat tövendeki ayetler tilg'ilangan kishilarga mansubdir. İman etgan, yani iman etip dünyanın lezzetlerini terk etişte sabır qilganlarga, Rabbiga tavakkul qiladigan kishilarga, yani ular farz ibadetlerini ado qilishda, harom qilingan narsalarni tashlashda savrchan bo'lishiga, Alloh taolaning yordam qilishi uchun Alloh taolaga tavakkul qilganlarga, gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanguchilarga, biz hakikaten Sure A'raf'ta gunohi kabirlar, qabih ishlar haqida so'zlagan edik. Darg'azab bo'lganlarida kechira oladiganlarga, ya'ni ularning esil xislatlari o'zlariga yomonlik qilgan kishilarni kechirishni va afv qilishni talab qiladi. Ularning esil xislatlari insonlardan o'ch olmaslikdir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Bukhari mundaq bir hadisni rivayet qilgan. Peygamber aleyhisselam Allah Teala'nın çeklimeleri tacavuzga uçurmaydiganlar bolsa, özünün şəxsi mənfəət üçün hergiz öç almaydı. Peygamber aleyhisselam Allah Teala'nın çeklimeleri tacavuz uçurmaydiganlar bolsa, özünün şəxsi mənfəət üçün hergiz öç almaydı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
Rabbining da'vatiga ovoz qo'sha oladiganlarga, ya'ni ular Alloh taolaning payg'ambarlariga ergishidi. Alloh taolaning buyrug'iga itoat qiladi. Man'iy qilgan ishlardan yanidi. Namozni ta'dil arkon bilan o'talaydiganlarga. Namozni ta'dil arkon bilan o'taydiganlarga. Ya'ni namoz Alloh taolaga qilinadigan ibodatlarning eng cho'ngidir. İşlerini məsləhət bilan qarar qıladiganlarga, ya'ni ular öz qarorlarining to'g'ri bo'lishi uchun urushlar va boshqa cho'ng ishlarda hech bir ishni maslahat qilmasdan keskin qaror chiqarmaydi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: ishda uning bilan kengashkin. Shunga payg'ambar alayhisalom sahobalarning ko'ngillarining xotirjam bo'lishi uchun urushlarda va boshqa cho'ng ishlarda ularga maslahat salatdi. Shundaqla Umar radhiyallohu anhu xanjar zarbisidan vafot bo'lish oldida turganda o'zidan keyingi xalifa saylash ishini 6 kishilik kengash a'zolarining qaror qilishiga topshirgan. Ular Osman, Ali, Talha, Zubayr, Said va Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhumlar edi. Bu sahabalarning hammasi Osman radhiyallohu anhuni xalifa qilishni ma'qul ko'rgan va qaror qilgan edi. Biz rizq qilib bergan narsalardan sadiq qiladiganlarga, bu Alloh taolaning bandalariga ularning o'zlariga bo'lgan tuqqanchilik va xo'shindachilikning yiroq yaqinligiga qarab yaxshilik qilishdan iboratdir. Uchragan zulmga qarshi tura oladiganlarga, ya'ni ularda o'zlariga zulm qilgan va tajovuz qilgan kishilar ustidan g'alaba qozonadigan kuch-quvvat bor. Ular ojizlardan, xorlardan emas, balki ular o'zlariga tajovuz qilgan kishidan intiqom olishga qodirdir. Ular shundoq turuqliq o'ch olishga fursat kelganda afu qiladi. Bu haqda Yusuf alayhisalom o'z tuqqanlariga mundaq degan: bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. Yusuf alayhisalom qarindoshlarining o'ziga qilgan yomon qilmishlari uchun ularni jazolash fursati kelganda ularga shundoq degan edi. Payg'ambar alayhissalommu 80 nafar mushrikni afu qilgan edi. Ular Hudaybiya yili payg'ambar alayhissalomni o'ldirishni qasd qilib, Tanim teg'idan bostirib tushgan edi. Ularni asir olganda ulardan intiqom olishga qodir turg'liq, ularni ziyon zahmatsiz qo'yib berib yaxshilik qilgan edi. Shundaqla payg'ambar alayhissalom G'avras ibn Harithni afu qildi. U payg'ambar alayhissalom uxlayotganda uni tuydirmay o'ldirish uchun u payg'ambar alayhissalomning qilichini asta sug'adi. Payg'ambar alayhissalom uyg'onib qarasa, qilichi uning qo'lida yalang'ochlangan holda turadi. Uni bir kuch to'sdi. Qilich qo'lidan tushib ketdi. Payg'ambar alayhissalom qilichini qo'lga oldi va sahobalarni chaqirdi. Ondan ularga bo'lgan ishni so'zlab berdi. U uning gunohini afu qilib, sahobalarga uni qo'yib berishga buyurdi. Bu vaqtda hadislar va sahobalarning ish izlari nihoyat ko'pdir. Subhanalloh. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay oshiraversang bo'lmaydi. Kimiki intiqom olishga qodir turg'liq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qilg'uchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh beradi. Alloh haqiqatan zulm qilg'uchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchirg'uchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayblanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nohaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kimiki aziyatga savr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir.
zolimni afu qilish yoki uningdan intiqom olish to'g'risida. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay oshirvasan bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Mundaq degan. Birov sizlarga qanchalik chiqilsa, sizlar uningga shunchalik chiqilinglar. Agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom olinglar. Ya'ni oshirib o'tmanglar. Alloh taolo adolatni yo'lga qo'yish uchun qisosni yo'lga qo'ydi. Bandalarning fazilatga erishish uchun ularning o'zaro afu qilishini yaxshi ishlar qatorida yo'l qo'ydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Kishini qandoq yarada qilgan bo'lsa, shundoq yarada qilinish bilan qisos ilindi. Kimiki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kaffarat bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Kimiki intiqom olishga qodir turuqliq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qilguvchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh berdi. Uning ajri Alloh taolaning dargohida zoya bo'lib ketmaydi. Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. O'ziga yomonlik qilgan odamni, afu qilgan bandini Alloh taolo texmu aziz qiladi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Allah haqiqatan zulm qilguvchilarni do'st tutmaydi. Ya'ni yomon ishni oldida boshlagan odam zulm qilguvchi hisoblandi. Zulmga uchirguvchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ya'ni zulm qilgan odamlardan intiqom olish ularga gunoh bo'lmaydi. Ayblanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nahaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ya'ni faqat gunohkor va ayblanishga tegishli kishilarla boshqa kishilarga zulm qilishni oldi bilan boshlaydigan kishilardir. Bu haqda Imom Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir-birini tillashgan ikki kishining gunohi zulmga uchiruvchi oshirib o'tmaganlar bo'lsa, tillashni oldida boshlagan odamga bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Ayni shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni qattiq dardlik azobga duchor bo'ladi. Muhammad ibn Vasi'ning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Men Makka ga keldim. Xandak ustida ko'rik bor ekan. Uningdan o'tib Marvon ibn Mahlabning uyiga keldim. U Basraning valisi edi. U ey Allohning bandasi, nima hojat bilan kelding dedi. Mening hojatim shuki agar sen qodir bo'la olsang, Bani Adining bir tuqqinidek bo'lsangken dedim. U Bani Adining bir tuqqini deganing kim dedi. Men u Ala ibn Zayyad degan odamdir. U bir do'stini bir ishga mas'ul qilmoqchi bo'lib, do'stiga agar bir yerda qo'nsang uchang yengil, ya'ni kishilarning haqqini ilib olmagan holda qo'sqin och, ya'ni kishilarning haqqini yeb olmaydigan holda qo'ling musulmonlarning qinidan va melidan pok holda qo'ngan. Agar sen shunday qilsang, sen ayiblanmaysan degan ekan dedim. Ayiblanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, ziminda nahaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ayni shular qattiq azobga duchor bo'ladi deb xat yozgan. Dedim. Marvon Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Ala ibn Zayyad rost so'zlabdi va do'stiga to'g'ri nasihat qilibdi dedi. Ondan keyin
ey Allah'ın bendisi, senin hacitin nima dedi. Mening hacitim emdi ketishga ruxsat qilg'aysan dedim. O ruxsat dedi. Bu hadisni İbn Abu Hatem rivoyat qilgan. Allah Taala haqiqatan zulmni va zulm qilg'uvchini ayiblash va qisos ilishni yo'lga qo'yish bilan birga zulm qilg'uvchini afv qilish va uning gunohini kechirishga bandilarini rag'batlantirib mundaq deydi. Kimiki aziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, ya'ni aziyatga sabr qilib yomonlikni kechirsa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Said ibn Jubayr bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni bu albatta Alloh taolo buyurgan shukr qilishga tegishli madhiyaga loyiq to'liq savob beriladigan va go'zal sanolar o'qiladigan haq ishlardandir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Allah gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech egi yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishiga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. Ularning qo'rqqan, xorlangan holda do'zaxga ko'zining quyrug'i bilan qaragan holda do'zaxga to'g'rilanganligini ko'rsan. Mu'minlar, shubhisizki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uvchilardir deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azobdadir. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Allah kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. Zolimlarning qiyomat kunidagi ahvoli to'g'risida Alloh taolo bu oyatda o'zining ulug' zotidan xabar berib mundaq deydi. Alloh taolo xohlagan ish vujudga chiqadi. Uni hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh taolo xohlamagan ish vujudga chiqmaydi. Buni hech vujudga chiqaruvchi bo'lmaydi. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Allah Teala azdırgan kişini hiç kim hidayet kılalmaydı. Allah Teala bu haqda mundaq degan. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Allah azdırdikan, onunğa yo'l ko'rsatkichi do'stni hargiz topolmaysan. Allah Teala o'ziga shirik keltirguchi zolimlarning ahvolidan xabar berib mundaq deydi. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda, ya'ni ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen qiyomat kuni ularning dunyoga qaytishini arzu qilib, ularning dunyoga qaytishiga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holini ko'ratding. Ular koshki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'ladik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundaq arzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki, ular iymon etatdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ularning qo'rqqan, xorlangan holda do'zaxga ko'zining quyrug'i bilan qaragan holda do'zaxga to'g'rilanganligini ko'rsan. Chunki ular ilgari Alloh taologa qilgan osiyliklarining jazosining kelishidan qo'rqatdi. Ular do'zaxdan qo'rqqan holda uningga o'g'irlikchi qaraydi. Ular kelishidan qo'rqib turgan azob ularga cho'qim bo'ladi. U azob ular o'ylagandan qattiqdir. Allah Teala bizge o azaptan panoh bersin. Mu'minlar, shubhisiz ki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uvchilardir deydi. Ya'ni ular oilasidagilarni do'zaxga birga ilib kirdi. Mangulik turalg'i joy bo'ladigan jannatdagi nozik ne'matlarini yo'qotib qo'yib, o'zlarini ziyonga uchirtdi. Ular bilan
ularning do'stlarining, hamrohlarining, xotin bolalarining va tuqqanlarining orasi ayirib etiladi. Ularga haqiqatan ziyon soladi. Bilinglarki, zolimlarning haqiqatan zolimlar haqiqatan doimliq azobdadir. Ya'ni ular do'zaxdan mangu abadil abad chiqmaydi. Uningdan qochadigan joyini topolmaydi. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Ya'ni ular chekayotgan azob oqibatdan qutqizadiganlar bo'lmaydi. Alloh kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. Ya'ni uningga gumrohlikdan qutuladigan hech bir yo'l yo'qdir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Shura tafsiridan 46-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.